BMW deganlar uchun BMWni qitchig'ini ko'rsataman. Shalto-palto BMWlar emas, tinig'i va hech qayerda yo'q narxda. E60 2003-2004 Dores shalaxo'rda bo'lib ketgan mashina emas, 2009-yil eng oxirgi chiqqani individual, ya'ni spets zakaz bo'yicha chiqarilgan mashina. Komplektatsiya full. Rullarni ko'ryapsizlar, duplari zavodskoy. 7 Logic audio sistema, massaj sidenya, 196 ming kilometr yurgan, radnoy, yozib qo'ygan. BMW individual. Bunaqa mashina, bunaqa komplektatsiya O'zbekistonda bitta men boshqa ko'rmaganman. Xo'p, mashinani eti-betida kraskalari bor ekan, lekin hech qanaqa udari yo'q ekan. Mashina tilo holatda ko'rganda lov etadigan, jiz etadigan mashina. Bu mashinaga 30 ming dollar narx qo'yilganda, 25 mingga ham so'rashgan, 23 mingga ham so'rashgan, BMWlar yaxshi bilishadi. Xullas, bu narxlarga berilmagan mashina. Bunaqasini olsanglar maza qilasizlar-da. Motor N52 3 litr atmosferniy. Lyuk bor, head-up display E60 da men O'zbekistonda bitta shu mashinada ko'ryapman. Mashinani hamma yo'q radni o'tiribdi-da, odam maza qiladi. E60 bo'lsa shunaqa bo'lsa-da.